Assalomu alaykum do'stlar. Juda ko'p avtomobillar metan bekligini hisobiga benzinda yuribdi. Benzin yurganda charillab ovoz chiqarib yuribdi. Har doim bu chatoq benzindan emas, balki zajganadan bo'lishi ham mumkin akalarim. Sizni avtomobillingizga eski metan bo'lgan bo'lsa, zajgana xuddi Nexia va Nexia avtomobillarda xuddi shunaqa zajganasi ozgina ranliroq bo'ladi. Endi buni ozgina poznaga aylantirib qo'ysangiz, sizni avtomobilingiz mahalda siltamaydi va charallamasdan yaxshi yurib beradi. Buning uchun Nexia va Nexia avtomobillarda mana shu tramvayda mana shu yerda kimdadir 13 gaki yoki kimdadir 12 bo'ladi. Bundan 14 ekan. Mana shu joyini bu tomon, tepa tomonga qarab gaykasini bo'shatib olasizlar va bitta atverkani marker bilan bitta metka qo'yib olasizlar. Xuddi mana shunaqa metka qo'yasizlar. Ertaga bordi-yu siz benzindan metan ko'targan bo'lsangiz, mana zajganani yana qaytarib joyiga surib qo'ysangiz, avtomobilingiz gazi ham yaxshi harakatlanar ekan. Endi buni to'g'ri turgan bo'lsangiz, mana shu pasttonga borib, ozgina burasizlar, ozgina urib, qattiq ura olmaysizlar. Qattiq ursangiz, chunki sabab tramvay ichida shikalatka degan narsasi bo'ladi, Mitsubishi bo'ladi, u kuyib qolishi ham mumkin ekan. Endi buni ozgina zajgan burab turib, buni qaytarib yana gaykasini sekin qatirib qo'yasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu qaysi avtomobillarda germetika qilingan bo'lishi mumkin. Germetika qilingan bo'lsa, ozgina qattiqroq sizishi mumkin unda. Bunga ohista, chiroyli harakat qilasizlar. Agar sizni bordi avtomobilingiz Matiz bo'lsa, Matizdan xuddi shunaqa zajganasi bor, Damazda ham bor, xuddi shunaqa zajgani o'zlaring ochib Damazdagi orqa kirishkalarni ochib qilinadi. Bu haqida ham to'liq ma'lumot berganmiz akalarim. YouTube kanalimizda bor, ko'rsangiz bo'laveradi. Buni moslashtirib oldingiz. Birinchisidan zajganingiz po'znalashadi va siltanmaydi va chirilmaydi. Iloji bo'lsa siz avtomobilingiz agar benzinda harakatlanayotgan bo'lsa, zajgan to'g'rilaysiz ham charalayotgan bo'lsa, bunda qanaqadir muammosi bo'lishi ham mumkin. Chunki injektorlar ko'p benzin seforsa ham svech yondira olmaydi. Mashina ham charallab ovoz chiqarib qo'yadi ekan. O'zi charallab ovoz chiqarishni boshladimi, gazni ohista bosing, ko'p bosib olmang, chunki sababi motorni porshinlarini sindirib qo'yish ehtimoli katta bo'lar ekan. Endi shu paytgacha bizni videomizni ko'rgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib, Avtoprofes kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, Xudo xolasa sizga har doim foydali kontent qilishdan umid. Joningiz sog' bo'lsin. Har doim yuzdan tabassum tarakat etsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qolgan videolarimizni ko'rsalang. Qolgan videolarimizdan juda ko'p yaxshi ma'lumotlarimiz juda ko'p. Joningiz sog' bo'lsin.